Avvalambor assalomu alaykum aziz Shahboz Shoro.uz kanali ashaddiy muxlislari. Xudo xolasa bugun 2026-yil 13-may hafta kuniga chorshanba. Xudo xolasa yaxshi niyatda 200 tup toruz ko'chat ekkanmiz. Namangandan ko'chatini olib kelib. Farg'ona viloyati Toshloq tumani Zargen shaharchasi Intifoq mahallasidan bu video obzorni qilyapmiz. Do'stlar, bu palaylarini g'o'latish maqsadida inshaalloh bugun dori, mineral o'g'itlar, uydan chiqayotgan o'g'itlar, mineral o'g'itlar. Mana Machavina bilan Amafos, Agra Amafos. O'sha palayini g'o'latmoqchi maqsadida buni beramiz. 100 gramdan 200 tupga 20 kilo dori olib keldim. Buni kommentariyada oz yoki ko'pligini yozib borasizlar. Buni birinchi dorisi shu holatda tartibda bermoqchimiz. Hozir bittasini ko'rsatib o'taman do'stlar. Mana sizlarga tayyor qo'ygan holatlarim bor. Buni bu chekkaga, mana bu chekkaga berib turib, o'zimizning novvoslardan chiqqan go'ng buni baqa bitdi. Mana shu tartibda hozir qorong'u bo'lib qolyaptigan shekilli shu tartibda dori berilyapti. Mana do'stlar, bu torvizdan katta daromad olish emas, maqsad o'zimizga yeb ichgani, bitta yangilik qilmoqchimiz. Xudo xolasa videoni kuzatib borib tursalaring, inshaalloh yaxshi kontentlar qilib chiqamiz. Xudo xolasa bu torvizimizdan to'rtburchak torviz qilish maqsadida ekdik. 200 tup ekkanmiz. U to'rtburchak torviz masalasiga отдельный bitta yana video qilib chiqaman. Xudo xolasa e'tibor berib, layklar bosib, kommentariyalarda qo'llab-quvvatlab tursalaring. Xudo xolasa birgalikda shu torvizlarni yetishtiramiz inshaalloh. Endi ozgina shira tushib qolibdi. Xudo xolasa shirasini ham bugun shirasiga ham qarshi dorilar olib keldik. Dorilar beramiz. Shu holatda do'stlar, hozir dori solayotgan holatlarimizni ham videoga olib qo'yib boramiz. Kuzatib borib turasizlar do'stlar. Mana do'stlar, dori solish jarayoni. Xudo xolasa mana shu tartibda ketilaveradi. Endi to'g'ri, noto'g'ri ligini do'stlar, o'sha torvizni o'zining mutaxassislari kommentariyada yozib maslahatlarini berasizlar do'stlar. Bu endi bizga opoqimdan qolgan. Opoqimdan bu mutaxassislikdan kelib chiqib turib, shu holatda biz dori beryapmiz. Qolgan jarayonlarni endi birgalikda xudo xolasa kommentariyalarda yozib borasizlar, nima qilishliklarni o'rgatib borasizlar. Xudo xolasa sizlardan o'rganib yaxshi natijalarga erishishga harakat qilamiz do'stlar. Mana solingan holatlari. Mana endi go'ngimiz. Go'ng namni ushlab turgani, xudo xolasa. Mana kommentariyada barakasini bersin deb kommentlar, yaxshi fikrlar qoldirasizlar degan umiddamiz do'stlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yaxshi kunlarda ko'rishlik nasib qilsin. Hammamizni dehqonchiliklarimizga Alloh barakasini bersin ilohim.